Bizda 12 bo'ldi. Biz hali ham ishdamiz. Apparatingizga tushmayman boshqa. Eng kiri 100 meniki bo'libdi. Har balolar chiqib keldi, problemalarimizni ko'rib berdilar. Men nima dey unda, men nima dey? Yarqirab turibdi. Hozir yaltirab yotibsiz. Gapirmay turib qolaysiz mana. Mana ko'ring. Nahotki bu siz. Uni qilmayman. Ko'zingizni ochib turay. Nima? Men seni go'zal deb o'ylardim dugona. Voy, o'rta. Bo'ldi, ket. Analiz qiladi hozir. Yo'qolay. Voy, bu vashi yaqindan qaramagan ekanman bunga. Ana, apparat qarab o'tib. 05 qilib oldimi? Boshchi Nolbeshanma gapmi? Ana boru, nimada yumroq oziqlarni pastdan ashtaqa kadr. Ana seni hozir ta'riflab chiqmay tur. Hozir analiz qiladi. Peshonangni analiz qilyapti. Bunda botox bor deyapti. Labini analiz qildi. 1,5 ta filler qo'ygan dedi hozir. Turmushga chiqmagan ekansan. Uni ham biladimi? Bilakan. Lekin ikkita qiz tuqqan. O'g'li-ku. Dashi bilmaydi deb o'ylayapti. Chiqay bu meni ushlab oldi. Puli rosa ko'p ekan. Analiz qilguncha. Ajim mana tug'ruqdan so'ng tushgan ekansan. Hold on please. Go'zallik. Mana. Bo'ralar. Hozir yog'ini yana qilaveradi analiz. Qoyil mana u apparat hayotingizni analiz qilib beradi. Yuzingizdagi, endi qizlar uchun yuz hayot. Endi qizlar uchun yuz hayot hisoblanadi. Shuning uchun hayotingizni analiz qilib beradi. Shu yoqqa kelib bemalol necha yoshga kirgansiz, o'zi qachon tug'ilgansiz bilsanglar bo'ladi. Ana bo'lmasa. Endi tushuntirib bering, nima bo'ldi hozir? Yana bittasi qoldi. Peshonang yarqiragan ekan o'rtoq. Peshanang yarqiragan, kelajaging putim ekan. Bu kelajakni ko'rsatadigan apparat ekan. Da, kelajakni ko'rsatadi. Keling. Ana, O'zingni ko'rishing mumkin. Voy, shunaqa qilib olaman demadingiz. endi Yog' balansi normadan chiroyli olib emas. berolmaydi. Hop, kirlamani ko'ryapsizmi? Voy, Poralan kattalashi, dog'ga moyillik, ko'z atrofidagi ajinlar. Mana kir. Mana shu joyda. Ana qora Yo, ikkita tarafingizda. черный точка. Черный точка ichi to'la kir mana. Yotinglar yer. Nimaga qilib berganini qarang. Mana poralarni ochiqligi, yog' balansi. Umuman terida Mana yotgan, uxlagan. Demak, kelajagida mana shu dog' tushib ketadi. Mo'sh yuvganimdan keyin tekshirish kerakdir, hozir ana jirlar. bu ichini tekshiryapti, terini ustini emas. Olishini qarab, bor yo'qolar, xunuk qilibman. Ko'ryapsizmi? Добрый bo'lib. Lekin chiroyli chiqibsan. Kir demang, yo черный точка deng, unaqa Ichida de mana ustidan ko'rinmaydi, ko'ryapsizmi? Ichida bu. Mana shu ko'rinardi, to'g'rimi? Yuvsiz ham baribir necha marta yuvaman, ichini chuqur chiska qilmaguncha. Endi qarang, opa, qalbini ham tekshirib beraymi, kirmi, kirmasmi bilib olardik-da o'zimiz. O'tir jo'ra sal qalbingni tekshiramiz. Sal hozir qalbing zo'r hozir, gap pullar olgansan. Aday, pullar ko'p manda.